Bizdan sho'x xabar, ayniqsa menda. Luiza Rasulova menga sovchi jo'natdi. Ishonasizlarmi? Vashidor atmetka qilinglar. Luiza Rasulova my god. Assalomu alaykum, qalaysizlar, tushunmisizlar, charchaysizlarmi? Jalla bu negativ yozmalaringni sukka, sukka jalla bu nima negativ yozyapsan? Yozma naqi. Bo'pti, videoni maksimal darajada tarqatinglar, bugun yo'lga chiqaman. Oh my god. Baqish, shoshma. Tashakkur. Salom alik. Salom ber. Salomlash. Rahmat, malades, qoyilman. Malas bos. Ur, onangni girdik. Yo'q qil raqibni. Yo'q, raqib yo'q. Tamam, всё. Raqibning umriga zomin. Tamam, malades bilab. Baqish. Davay. Tartas ikki yonga, ikki shoshma. O, billat. Qara, shoshma, baqish. O'ng chapga tashan. Chapga o'ngga tashan. Tarsa hop. Hop ketdi. Tamam, уже kalla qodadi, уже lataka kalla qodading. Pizes. Endi qara baqish. Raqibni so'nggi manzilga kuzat. Raqib umuman уже hayotda o'chib ketadigan holat. Malades. O, ket. Tas. Ketdi qara. O, billat, malades. Baqish, malak. Stop, baqish. Bo'ldi. Ona bildir. Malak, gap yo'q. Oh my god. Oh my god. 13 yoshli qizning qanaqa biznesi bo'lishi mumkin? Aytadi, aya oddiy misol aytadi. Matematika darsida o'tiribmiz deydi, algebra darsida. Birinchi qator, ikkinchi qator test bor. Birinchi qator ham, ikkinchi qator ham bittada nima qiladi? Yechadi, orqaga uzatadi, har bitta odamdan 10 ming so'mni oladi. Bu ham bitta biznes. Undan tashqari talab va taklif o'rganadi sinfda. Bu halol biznes. Ya'ni u o'zini bilimini sotadi. Bitta savolda bir tiyini yo'q kreditga iPhone ishlatgan yaxshimi? Yoki puli bo'lib Android ishlatgan yaxshimi? Kommentga yozib ketinglar. Oh my god. Assalomu alaykum hammaga. Menga kuchli allergiya bo'lyapti. Nimadan bo'lyapti bilmayman. O'zim shuni qichyapti. Kecha ko'tim qichib video qo'ygandim, bugun men buyog'im qichyapti. Of. Nimaga meni har zamonda redki qayerimda qichib qolyapti. Asablarim buzilib ketyapti. Asablarim buzilib ketyapti hozir.
my god. Endi oylik yotoqxona to'lovlarimiz odam boshiga 8,000 so'mda. Talabalarimiz uchun ijara shartnoma ham qilib beramiz. Bizga yaqin lokatsiyada joylashgan universitetlarimizdan Tibbiyot universiteti, Texnika universiteti, Milliy universiteti va profi institutlarga yaqinmiz. My god. Basın zamanı elimizge sağlık verip eski yıl esirtip жаңа жыл жарылқасын. Бәр жаманшылық осы eski жылмен деп жақын жыл жақсылығымен, қуанышымен, тойымен болсын. Qizlarjonlar, mijozimizdan mana shunaqa ortiqcha jinsiy lablarni olib tashladik. Katta ekan. My god. Aka xullas uzun soch umuman yoqmayapti. Shu ob-havoga mos qilib, yozgi stilda, chiroyli, chotka qilib olib qo'ying. Bo'ldi, tushundim seni aka. Hozirgi yozgi ob-havoga moslab olamiz sochingni. Soching chetini iloji boricha oqartirib olamiz. Ustini yoniga moslab yozgi stilga chiqaramiz sochingni. O'zgarishga tayyormisan? Albatta. Shunda boshladik. Soch qalay chiqdi ukam? Yoqdimi? O'zimga yoqdi aka, rahmat.
Oh my god.